10 yosh, давайте, xo'p. Yo'q, Hamidga. Hozir nima so'zdan? Necha yoshda o'tdi? Gapirmasini deydi. 45. Nimani deydi? Jinnilikka solmang, Yulduzning basharasiga nima bo'ldi? Kechki. 45 ta uramiz. Bo'lgandan keyin olamizmi hozir yo boshqa? Gapir Yo'q, hammasini. yo'q, sal orqaroq tur. Gapir hammasini, nima bo'ldi? Diqqat, sal bu yoqqa buring yuzingizni. Bizga. Orqaga qarab. Gapirmasini nimani deydi? Diqqat. Yes. Ketdik. Начали. Gapir hammasini. Ha? Bo'g'ib turibsiz, men ko'p o'zlari turmay ketaman. Ketdik. Bo'g'mayapsiz mana bundoq bo'g'ing o'zim turishligim. Xo'p. Yes. Gapir hammasini. Gapir. Qo'yvoring. Qo'yvoring, og'riyapti. Aytaman, qo'yvoring. Jinnilikka solma o'zingni. Jinnilikka solma o'zingni. Hop, aytaman, qo'ying. Gapir. Yulduzning basharasiga nima bo'ldi? Yulduzning yuziga nima bo'ldi? Kecha kiprik ektirgan kelganda nimadir allergiya bergan shekilli. Kecha kiprik ektirgani keluvdi. Nimadir bo'lgan shekilli, allergiyami, bilmasam. Meni ahmoq deb o'ylaysan, bor gapni gapir, o'ldiraman bilib qo'y. O'y, meni ahmoq deb o'ylamagan. Qo'yvoring, hop. O'y, meni ahmoq deb o'ylamagan. Bor gapni gapir, bo'lmasa o'z bo'g'ib o'ldirib qo'yaman. Hop, aytaman. Hop, Ayt, bo'l tez. Yolg'on qo'shmay gapir. Yolg'on qo'shmasdan gapir. Yulduz aslida 45 yoshda, ko'rinishi anchaga xunukroq edi. Yulduz aslida 45 yosh. Ko'rinishi ancha xunukroq edi. Bir tanishim orqali yonimga keldi va plastik operatsiya qilib ko'rinishini o'zgartirishimni, Xo'sh. yuz tanasini yoshartirishimni iltimos qildi. Bir tanishim orqali ko'rinishini, qiyofasini o'zgartirishimni, yoshartirishimni iltimos qildi va men unga plastik jarrohlik o'tkazib yoshartirish uchun va u katta pul berdi. Nega uni menga tiqishtirding? O'y, sen jinni bo'lganmisan? Nimaga uni menga tiqishtirding? Yulduz shu paytgacha turmushga chiqmaganini, qiz bolaligini, uchrashuvga chiqqan yigitlar ko'rinishiga qarab aynib ketayotganini aytib yig'ladi, unga rahmim keldi. Hali Yulduz shu paytgacha hali turmushga chiqmaganini, qiz bolaligini qaysi erkak bilan ko'rsa unga qo'rqib qaramasdan aynib ketayotganini aytuvdi. Men unga rahmim keldi, yaxshilik qilmoqchi edim. Senga er topib beraman deb katta pul ham olgandirsan-da. Qani undan senga er topib beraman deb katta pul ham olgandirsan, ha? Undan ham pul ishlading, mendan ham pul ishlading, shunaqami? Yo'q. Faqat muolajalar uchun olganman xolos. Iltimos meni kechiring, o'zi shundoq ham Yulduz sudga beraman deyapti. Iltimos, meni kechiring. Shundoq ham Yulduz meni sudga bermoqchi. Endi siz ham qo'rqitmang aka, yaxshiyam faqat nikoh o'qitgansiz, zaksga o'tmagansiz-ku. Hammasi yaxshi bo'ladi. Shunchaki nikoh o'qitgansiz, u zaksdan ham o'tmagansiz. Said, yolg'oning uchun bir urib o'ldirib qo'ysam bo'ladi-yu, lekin sen marazni urib qo'limni bulg'aging kelmayapti.